Assalomu alaykum. Shirin taomlar kanalimga xush kelibsiz. Bugun men baklajondan salat tayyorlayman. Salatimiz juda ham mazali bo'ladi. Baklajonni parak-parak qilib to'g'raymiz. Yupqaroq qilib to'g'raymiz baklajonni. Kattaroq idishga solib, oralarini ochib qo'yamiz. Ustidan tuz sepib, sovuq suv solamiz. Baklajonni qorasi chiqadi, suvda 10 daqiqa ushlab turamiz. Alohida idishda 2-3 dona tuxumni chaqib solamiz. Tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz tuxumni. 10 minutdan keyin baklajonlarimizni suvdan olib, sochiqqa yoyib chiqib, quritamiz. Suvi qolmasin baklajonlarni. Baklajonlarni tuxumli massaga solib olamiz va qizdirilgan yog'ga pishirib olamiz ikki tomonni. Har bir tomonni 2-3 daqiqadan pishirib olamiz. Qolgan hamma baklajonlarni shu tarzda pishirib olamiz. Har ikki tomonidan. Baklajonlarimizni pishirib oldik. Endi o'rashni boshlaymiz. Buni rulet qilib. Baklajonimizni ichiga o'rash uchun sirni kesib chiqamiz. Baklajonimizni eniga qarab. Bu salat uchun xohlagan sir ishlatilsa ham bo'ladi. Sir o'rnida brinza qo'ysa ham juda ham mazali bo'ladi salat. Sirni maydalab oldik. Endi chesnokni tayyorlab olamiz. Tabga ko'ra solmasligingiz mumkin chesnok. Pomidorni ham parrak-parrak qilib to'g'rab chiqamiz. Yupqaroq qilib kesamiz. Endi baklajonli ruletchalarimizni o'rashni boshlaymiz. Baklajon ustiga pomidor, chesnok surib, sir qo'yib o'rab chiqamiz yaxshilab. Hammasini shunaqa qilib birin-ketin o'rab chiqamiz. Sir o'rnida, pomidor o'rnida tvorogga yoki suzmaga chesnok bilan zelen maydalab solib, ruletchalar qilsa ham juda ham mazali bo'ladi. Baklajonlarimizni hammasini shu tarzda o'rab chiqamiz. Baklajonli ruletlarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.